Assalomu alaykum. Xalq tabobati ko'rsatuvi yana efirda. Sharqda insonlarni ming yillardan buyon tabiblar davolab keladi. 5000 yildan buyon xalq tabobati orqali tabiblar insonlarni davolab kelar ekan, bugun ham xalq tabobati bizning sog'ligimiz uchun dolzarbdir. Chindan ham iqlimimizga, tabiatimizga mos ravishda davolash usullari samarali, bezarar va albatta arzonroqdir. Bugun ham xastaliklarga davo topish yo'lida xalq tabobatiga murojaat qilamiz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Yaxshi bo'ling. Dadamni yaxshi ko'rdim. Xoh ishoning, xoh ishon. Hasan otib chiqib ketdim shu yerda. Bu kasallik avj olganda o'rnimdan tura olmay qolgandim. Ma'naviy quvvat beradigan tabib bu kishi. Yurak ishemik kasalligi tashxisi qo'yildi. Qo'lim, oyog'im ishlamaydi. Gapira olmayman. Lablarim ochilib ketgan. Tabobatning asosiy maqsad va vazifasi odamlarning uzoq yillar sog'lom va baxtli hayot kechirishini ta'minlashdan iborat. Dunyoga mashhur Tibet tabobati bir vaqtning o'zida mohiyatan san'at, fan va falsafani mujassam etadi. Bugungi qahramonimiz ham bevosita ana shu tabobat ichida tajriba orttirgan tabiblardan biridir. Tibet tashxis qo'yishi traditsion meditsinadan nima farqi bor? Farqi shundaki, ular butun a'zoni birdan tuzatadi. Ana o'sha a'zoni birdan tuzatish uchun birdan butun hamma a'zoni diagnostika qilish kerak. U diagnostikasi faqat qo'lda nima qilinadi. Endi uni ko'rish uchun, uni bilish uchun shu darajada uni bilish kerak. Operatsion biron bir nima qilinmaydi. Hammasi muolajasi giyohlar bilan, shu to'chishli massaj bilan, igna sanchish bilan, u yerda ham shu apiterapiya, girudoterapiya, ular shu yerda bor. Men shularni hammasini shu yerda o'rgandim. Tabobatga kirib kelishim bu men taqdiri azal deb bilaman. Shunday deb tushunaman-da, shu 23 yoshimdan bir umr shu boshliq bo'lib rahbar lavozimida ishladim. 2006-yil shu kuz oyida ishxonadan chiqayotgan paytimda boshim aylanib yiqildim. Ana shu yiqilganimda ikkita yigit kelayotgan ekan, ikkita qo'limdan ushlab meni ana shu klinika, mana shu xususiy klinika bor edi, shu yoqqa kirgizgan ekan. Keyin ko'zimni ochsam, больницада yotibman. Endi bu gaplarni menga aytish sal qiyinroq. Qarasam, o'ng qo'lim, o'ng oyog'im ishlamaydi. Gapira olmayman, lablarim ochilib ketgan. Shu aytganki, bu insult bo'lgan bu. Shu paytda men 40 yoshdagi yigit, hech kim yo'q. Bitta o'zim nima qilib, o'zim bu shu ayolim, bolalarim yonimda. Meni bormagan joyim qolmadi. Qilmagan davoyim qolmadi. Oxirida shu bir Xudoning bir ne'mati deb bilaman buni. Shu Tibet tabobat doktori bilan tanishib, shu odam bilan uchrashdim. Bu yerda menga ikkinchi guruh nogironlik nimasini berdi. Nimalar bor, ishlash mumkin emas, turish mumkin emas, hech narsa mumkin emas. Shu yotdim. Bu yerda bir yil yotmadim. Bu yerda bir 6 oy, ya'ni 7 oydan keyin shu Lxasa degan shaharga shu odam bilan ketdim bu yerda. Bu yerda davolandim. 2 oymi, 3 oy davolandim. Keyin shu yerda shu odam aytdi-da, seni ham o'zingning qo'lingda shu biotok bor. Endi biotok hammada bor. Meniki shu boshqaradigan ekan. O'zim men agar miyamdan nima bersam, shu boshqara olar ekanman. 50% davolandim shu odamlardan. Turdim, oyoq bilan, hasa bilan yurdim. Birinchi ikkita nima qo'lda bilan yurdim, keyin bittasida yurdim. Keyin nimalar sekin-sekin joyiga tushdi. Keyin u aytdiki, sen o'zing davolatishing mumkin dedi. Men aytdim, qanday davolayman? Mana shunday qilsang davolaysan. Endi men shu ular ko'rsatdi nimalarni. Men aytdim, nahotki shu odam bilgan narsani men bila olmayman. Keyin shuni butun fikri zikrimni o'zimni turishga harakat qildim. Turdim ham. Keyin shundan keyin bu yerda 5 yil, 1 yil nima qilgan bo'lsam, 5 yil bu yerda o'sha odamning qo'lida tahsil oldim.
Tibetda, Lxasa shahrida har yili 2 marta borardim. Jigar yallig'lanishi bilan kechadigan kasalliklar guruhi gepatit deb ataladi. Xalq tilida sariq kasal deb nomlangan gepatit virusli kasallik hisoblanadi. Unda jigar hujayralari zararlanishi kuzatilib, jigar faoliyati buzilishi oqibatida organizmda intoksikatsiya, zaharlanish yuz beradi. Afsuski, bugungi kunda bu kasallik nomi tez-tez qulog'imizga chalinib turibdi. Men Andijon shahridan keldim. 2014-yili menda gepatit C kasalligi aniqlangan. Viruslar miqdori ko'payib, burundan qon ketishi bilan ancha qiynalgandim. Bu kasallik avj olganda o'rnimdan tura olmay qolgandim. 2015-yili Alivoy tabib bilan tanishib, 1 yil mobaynida u kishida davolandim. Og'riqlar bo'lib turardi, kuchli og'riqlar bo'lardi, holatim yaxshi emas edi. Holsizlanib ketardim, ishlashga madorim yetmardi. Endi mana hozirgi kungacha 6 oyda bir davolash kurslariga kelib, o'zimga qarab turaman. Xudoga shukr, hozirgi holatim 2015-yilgi holatimdan anchagina yaxshi. Hozir hatto ishlashga ham kuchim yetadi. O'zi kayfiyatni ham rosa ko'tarib yuboradigan, bemorlarga ma'naviy quvvat beradigan tabib bu kishi. Men Andijondan keldim. Menda 2012-yilda gepatit B turi aniqlandi. Shu 5 yil davomida bu kasallik bilan kurashib keldim. 2017-yilda bu yoqqa kelib, shundan beri oradan lecheniya olib davolanib turaman. Oldingi holatimdan hozir ancha yaxshi. O'zgarishlar yaxshi yuribdi. Oldin holsizlanardim. Ranglarimda o'zgarishlar bo'lardi. O'zimni ancha yomon his qilardim. Hozir yaxshi. Ish qilaman, ishlayman, yaxshi yuraman. 81-yil tug'ilgan qizim, anaqa perinatalda radonda ishlagan edi, reanimatsiya otdelida. Endi o'sha yerdanmi yuqqan bo'lsa kerak, gepatit C bo'lib qolgan edi. Dorisi bizaga sal qimmatli qildi. Keyin shu yerga keldik. Shu yerda turib lecheniya oldi qizim. Yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi bo'lib ketdi. Bu yerga kelib davolanganimizdan keyin bu kichkina qizini farzandli bo'ldi. Mana yaxshi. Ko'rsatuvimiz qahramoni o'zi haqida ko'p gapirishni joiz topmadi. Ammo bu inson qo'lida davolangan bemorlarning so'zlaridan ham ko'rinib turibdiki, tabib o'z ishining chin ma'nodagi ustasidir. Muqaddas dinimiz ta'limotlarida ham e'tibor beradigan bo'lsak, insonning salomatligi haqida qayg'urib, salomatlikka zarur bo'lgan narsalarga buyuradi va salomatlikka zarar keltiradigan narsalar borki, u ishlar hammasini qaytaradi. Payg'ambarimiz alayhissalom ham o'zlarini o'sha zamonalarida dardga chalinganlar, kasal bo'lganlar, davolanganlar va biz ummatlarni ham davolanishga targ'ib etganlar, chaqiriq qilganlar. G'arb tibbiyoti e'tirof bilan aytiladigan bo'lsa, ular e'tirof qilishganki, payg'ambar alayhissalomni agar birgina hadislariga, o'gitlariga agar xalq, insoniyat amal qilganda edi, ko'pgina o'sha kasalxonalarga ehtiyoj qolmasdi degan bir ta'rifni berganlar. Nega? Sababi mana hadisda shunday deyaptilar payg'ambar alayhissalom, odam bolasini to'ldirish uchun qordan boshqa bir yomon narsa yo'q. Insonni qadrini tiklash uchun bir luqma o'zi kifoya deydilar. Agar iloji bo'lsa, o'sha qorinni to'ldirishda 3dan 1 qismi taom uchun bo'lsin, 3dan 1 qismi ichimligi uchun bo'lsin va 3dan 1 qismi nafas olish, o'sha havo uchun bo'lsin deganlar. Haqiqatan da mana shu birgina hadisga amal qila olsak, o'zimiz sog'lig'imiz haqida qayg'urgan bo'lamiz. Dardni oldini olgan bo'lamiz. Qolaversa, tabiblar borasida kelib ketadigan bo'lsa, mana o'zim ham bir dardga chalingan edim. Chiritni davolnay bo'lgan. Shu sababdan tabobat masalasida mana Alivoy hoji akamiz tabibman 12 yildan beri yaxshi taniymiz. Shu kishiga murojaat qilib, o'z o'rnida davolandim, shifo topdim. Tabiblik yo'lida ishlab, nechta kasallarni tuzatib yuborganlarini eshitib, 2011-yilda ularni qidirib topib keldim. Kasalim mani bel og'rig'i, grija, 3ta
umurtqada 3 ta joyidan tomirlar qisilib qolgan joyi bor ekan. Hassada qo'l oyoqda kelgan mollarga. Bu kasallik bilan men 1 yildan oshiq qiynaldim. Toshkentda ko'rsatmagan odamim qolmadi. Kasalimga shifo topa olmadim. Shundan keyin bularning dovrug'ini eshitib keldim, qatnadim. 1 hafta davoladilar meni. Ham ertalab bir kunda 2 marta. Belimni qatiga o'sha massaj kerakmi? Keyin qon chiqaradigan o'zim joylari bo'lar ekan. Keyin men bilishimcha oyog'ning ichki yog'laridan belimni shu anaqasiga qo'yib, mana 1 haftada xoh ishoning, xoh ishonmang, hasam otib chiqib ketdim shu yerdan. Men Xorazmdan keldim, Xiva tumanidan. 2010-yilda meni yurak sohamda og'riq paydo bo'ldi. Og'iz qurishi, oyoq qo'llarim uvishishi, ovqat yeganimdan keyin lohaslik, shunaqa og'riqlar bezovta qilib, keyin vrachlarga murojaat qilib boshladim. Shunaqa shikoyatlarim bor deb. Ular meni EKG qilishdi yuragimni, yurak sohamda og'riq bo'lgani sababli. Keyin o'sha yurakda blokada borligi aniqlandi. Shu bo'yicha yurak ishemik kasalligi tashxisi qo'yildi. Shu bo'yicha keyin davolanish olib yurdim. Ancha yil shu 2018-yilgacha 8 yil shu yurak sohamdagi og'riq o'tib ketmadi, shu muolajalarga qaramasdan. Keyin Alivoy Hoji aka Rashidov to'g'risida eshitib qoldim va bularni oldiga kelib murojaat qildim. Va menga aytdilarki, sizniki bu yurakning nimasi emas, boshqa og'riqlar bor bu yerda. Siz oshqozoningizda muammo bo'lishi mumkin. Lekin men aytdim, yo'q, men oshqozonimdan tekshirtirganman. Yo'q, siz shu mana aytganimni qiling. Bari degan bir suyuqlikni ichib, o'sha qayrimni nima qilish, rentgen qilish boshqasi to'g'risida menga yo'llanma berdilar. Rentgenning natijalari 100% mana shu Alivoy Hoji aka Rashidovning qo'ygan tashxisi bilan tasdiqlandi, 100%. Bu yerga kelib 2018-yilda 1 hafta mobaynida davolandim. Shu yerda ukalash, boshqa muolajalar, giyohlar bilan davolandim. 7 kun mobaynida davolanganimdan so'ng o'zimni ancha yaxshi his qilyapman. Hozirgi kunda og'riqlarim yo'q. Og'iz qurishim, boshqa shikoyatlarim hammasi yaxshi, sog'ligim zo'r hozir. Chunki mening hayotim davomida mana 61 yoshga kelgan bo'lsam, ancha vrachlarni, ancha tabiblarni, boshqalarni hammasini ko'rib keldim. Lekin bularni davolash usullari menga ancha yoqdi. Mana sog'ligim yaxshi hozir. 10 yildan beri shu bel og'riq kasalligi qiynab kelardi. Borib rentgen natijalaridan keyin 4 ta umurtqa pog'onamda grija tashxis chiqarib berishdi doktorlar. Menga davolangan insonlar yetishgandan keyin shu insonning oldiga keldim. 4 kundan beri mana muolaja olyapman. Oldinlari endi og'riganda engassam turib bo'lmasdi-da. Ertalab uyg'onsam oyoqda uvishish, oyoqni tegi isimasdi umuman. 3 kunlik muolajalardan keyin Xudoga shukr mana muzlashlari ham ketdi. Bemalol o'zim egilib turyapman. Xudo xolisi mana bugun 5-kuni o'tib ketdi og'riqlar. Mana bu Alisher ukamizning umurtqa pog'onasida 5 ta grijasi bor va 2 joyida giangomasi bor. Giangomaning tuzalishi uchun fast amalini bajardik. Mana 2 tomondan bugun hozir ignaning qizitib sanchimizda ana shu giangoma o'rtasiga kirgizib uni muolaja qilamiz. Hozir shuni boshlaymiz. Buni qilishning maqsadi nima? Maqsad mana shu suzan bu qizishi kerak. Qizib
shu darajaga qizish kerakki, ana shu yangiomani kuydirish kerak. Bu archa daraxtning ildizidan olgan shu ildiz. Bu igna qiziydi. Igna qizgandan keyin mana bu shu yangiyomaning nuqtasiga qo'yamiz. Ana hozir mana shu issiqlik bu yoqqa kiryapti. Shu nuqtaga. Bu yerda biologik aktivni tochkaga qo'yganimizdan keyin ana shu yangiyomaning nimasi shu yoqda mana shu yerda turadi bu, mana ikki joyda. Shunga kirib, u uni kuydiradi. Bu maqsad shu. Buni uy sharoitida yoki bilmagan odam buni qilsa, agar shu joyni agar boshqa joyga qo'ysangiz, bu chiday olmas edi buni. Ana endi hozir bundan keyingisini qilamiz, bu keyingisini. Undan ham foramroq bo'ladi. Shunda bugungi mana 5-kunda bo'ladi. Bugungi nima tamom bo'ladi shunda. 5 kunda bu yigitimiz ham grijadan xoli bo'ladi va ham gangiomadan ham xoli bo'ladi. Va endi ana shu gangiomaning biz hozir kuydirdik ustidan. Ana endi hozir unga yo'q tayyorlaganman. Mana shu hozirgi qiladigan molajidan bu shu yoqqa kirib ketadi. Elektroforez degan dasko bor-ku. Ana shuning hozir biz u 10 marta qiladigan ishni 1 martada biz bajaramiz shuni hozir. 7 xil giyohdan oladigan yog'i har bitta kasal uchun alohida tayyorlayman. Agar buning guruh qoni boshqacha bo'lsa, bunga boshqacha tayyorlash kerak. Hozir bu shu yigitga tayyorlangan dori bor. Yana qo'ydik. U ichi isidi. Qizidi ichi. Ana endi hozir buning yondirib, unga nima qildiramiz? U ichiga kirib ketadi shu. Bu maxsus mato. Bu muolajani ham uy sharoitida qilish mumkin emas. Bu o'ta xavfli. Hozir bu ana shu suyak bor-ku, ustixon. Mana shu nima umurtqangizga. Shu yoqqa isig'i borib yetganda aytingiz, yetib bordi deb. Sizniki sal nimaroq og'irroq tez yetib boradi. Mana o'zi o'qiyapsiz-ku, o'zi yetib boryapti-da. Qo'rqmang, hech narsa bo'lmaydi. Mana Xudo xolisa shu bilan tuzalib ketasiz. Bo'ldimi? Borib yetdimi? Hozir men ko'raman, yotib bordimi yo'qmi? Yo'q, to'xta hozir, ozgina. Mana bo'ldi. Xudo xolasa sog' bo'ling, salomat bo'ling. Insonni kasallik yiqitadi. Bir joyi og'rib turgan bemor odamning ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Tabib sabab bo'lib davo topgan bemorlar esa qaytadan dunyoga kelgandek bo'ladi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Umidaxon. Sog'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Salomat. Meni sog'lig'im yaxshisiz, yaxshimisiz? Salomat yuribsiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Qani bitta ko'raylik. Sasangiz qanaqa? Yaxshimi? Bosh og'riyaptimi? Yo'q, o'lganman. Va payponni solib nima qiling. Mana hammaning agar nimasi oshqozoni mana bu yerda bo'lsa, mana bu yerda tuz, mana oshqozon mana shu yerda turadi. Bu qizimizning oshqozoni mana qarang 450 pastda mana bu yerda turibdi. Oshqozoni pastga tushgan. O'zimizniki mana hozir meniki mana bu yerda bo'lsa, u kishini mana bu yerda hozir oshqozoni. Ana endi bu birinchi gastroptoz degan kasallik. Butun a'zo
hammasi pastga tushgan. Mana bu yoq bo'sh. Bu qizimizga mana shunaqa degan desam, bu ishonmas edi. Ishonmas edi-da. Qanaqa hammani bu yog'i bu yerda bo'lsa, meniki bu yerda bo'lsa, qanaqa shunaqa bo'lar ekan deb. Shuning uchun men ularni jo'natdim. Ular menga mana bu nimani olib keldi. Agar nima qilib ko'raman desangiz, mana shunday shu ko'rinadi. Mana qarang, mana bu oshqozon, mana bu yerda bo'ladigan oshqozon, mana bu yoqqa tushib ketganman. Bu kasallik bu bir kunda bo'lmagan, bu yillab bo'lgan bu. Bu yillar davomida bu sekin pastga tushgan. Men buni shu birinchi kuni kelganda shunday qo'limni qo'yib bildim shu eshikni. Shu bular ishonish uchun men bularni u yoqqa jo'natdim. Mana hozir Xudo xolasa yaxshi deyapti. Xudo xolasa yaxshi bo'lib chiqib baxt iqbolini ko'rib, bolalarini katta qilib, katta bobolar buvi bo'lib, nevara chevarani baxtini ko'radi. Xudo xolasa tuzalib ketadi. Salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Yaxshi bo'ling. Sizni dadamni yaxshi ko'rdim. Rahmat. Yig'laman. Hozir men ham yig'layman deb nima qilsam. Sen qanday xursand bo'lsang, men ham shunday xursandman. Shu oshqozonimda shu ovqat yeyman desam, ovqat yeyolmasdim-da, ko'nglim ayniydi. Keyin shu oshqozonimda og'riq, mana shu yerda kuchli og'riq. Men faqat hazm qiladigan dori ichaman. Shunda ovqatim ozgina hazm bo'ladi, lekin og'riq kuchli. Davolanaman, o'tib ketadi, yana qaytaraveradi. Keyin o'zi oshqozonimda og'riq mamatimga tushishga boshladi. Mana shu o'ng tarafim qattiq og'ridi. Kelganimda darrov moljam boshladilar menda. Muolaja qildilar, keyin o'zlarining damlamalardan berdilar, ichdim. O'sha kundan og'riq menga pasaydi-da. O'sha kuni men ovqat yedim. Men hazm dori ichmasdan ovqat yedim. Mana men 3 kun ichida o'zimni yaxshi his qilib, to'g'risi, mana nima dedi, hayotdan bir menga yaxshi nima ko'rinmayotganda, hozir o'zi boshqacha orzu-umidlarim bor o'zi. Kasallikning barchasi modda almashuvining buzilishidan boshlanadi. Modda almashuvining buzilishi og'izdan boshlanadi. Shu noto'g'ri ovqat yeyishimiz nimalarimizda boshlanib, u modda almashuvi buzilib, oshqozon osti bezi ishdan chiqadi, jigar ishdan chiqadi, taloq ishdan chiqadi, 12-barmoq ishdan chiqadi, sam oshqozonning o'zi ishdan chiqadi. Xalq tabobatda hamma narsani biz damlama qilamiz. Toza suv deganda ham kislotasi bor. Men toza degan suvda ham shelchi ham bor, kislotasi ham bor. 87-yil bir injener shu oddiy suvdan shelchini nima qilib, boshqa qilib, kislotasini chiqartirish, boshqa qilishni bir kichkina bir pribor yasagan. Mana shu pribor shelchni suvni alohida, kislotni suvni alohida chiqarib beradigan apparat. Har bir damlamani hammasini shu suvdan tayyorlayman. Har bir insonga uning qoniga qarab, uni mijoziga qarab, uni holatiga qarab tayyorlayman. Bu tayyorlagan damlamani 6-8 soatda ichida ichish kerak. Agar ichmasa u buziladi. Shuning uchun damlamani men bermayman. Men bor o'zing uyda damlama deyman. Agar kasallik, agar shu bilayki yaxshi bo'lishga bo'ldi, undan keyin men uyga beraman. Mana buni qil, mana buni bunday qil deb. Keyin yana shundan ham uni orqasidan bu suvdan tayyorlab beraman. 2 litr, 3 litr, 4 litr. Bemorlarni davolashda xalq tabobatining qaysi yo'nalishlaridan foydalanasiz? Apiterapiya, giruzoterapiya, fizioterapiya, metalloterapiya, igloterapiya, fitoterapiya. Suvdagi kislotalar mana bu matoni ichiga kiryapti. Toza shilochniy suv bu yoqqa yig'ilyapti. Tamsiz suv, ha. Bu suv shu mayin
yaxshi yumshoq suv qancha ichsangiz ichaverasiz buni. Organizm uchun ham foydali. Foydali suv. Nimaki bunda kisloq sredasi yo'q. Shuning uchun men bu damlamaning hammasini shu suv bilan tayyorlayman. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni bemorlarni davolashda xalq tabobatining qadimgi usullari bilan bir qatorda zamonaviy texnika imkoniyatlaridan ham keng foydalanib kelmoqda. O'zim aytmoqchi edimki, tabiblar bizda ko'p. Menimcha O'zbekistonda ancha-muncha tabiblar bor ekan. Biz ham ko'plarini ko'rganmiz, odamlardan eshitganmiz. Ulardan farqi shundan iboratki, ilmli odam bo'lganlari uchun har bir kasalga oldin o'zlari tashxis qo'yadilar, o'sha biladilar nimaligini. Lekin shunga boshqalar ham ishonish uchun, keyin o'zlari ham shunga 100% ishonish uchun meditsina tomonidan Toshkent shahriga laboratoriyalarga, kuchli laboratoriyalarga yuboradilar. Ular stimka olib kirishgandan keyin to'g'riligiga ishonch hosil qiladi. Buxorolikman asli. Kelishimdan maqsad bir 20 kunchalar oldin kuchli bosh og'riq bilan kelganman. O'zi har yili lecheniya olaman. Boshimda qanaqadir bir doktorlarning aytishi bo'yicha chap tomonimda tomirim esabrazni bo'lgani hisobiga shu boshga yaxshi qon aylanmaydi degan narsani aytishuvdi. Yana bir o'zimni bir qayta bir tekshirib ko'rish uchun bu insonni juda bir oq ko'ngilligini, shunaqa bir insonlar davo olib eshitib ketganlarini eshitdimda, keyin bir kelib niyat qilib keluvdim oldilariga. Kelganimda yaxshi tekshiruvlardan o'tqardilar-da. Xudo xolasa endi meni yotish uchun kelganman hozir. Birinchi kuni tashxis qo'yilganidan keyin meni bir 5 kun, 6 kun davolayman deb aytgandilar. Shunga men o'zim ishonib bu kishidan davo kutib keldim oldilariga. Yana qanaqadir bir mana 4-kunlarga men Xudoga shukr yaxshiman. Qanaqadir boshlarimda og'rig'i yo'q. Hozir o'zimni bir qanaqadir bir 25, 28, 30 yoshlik insondek his qilib turibman. Xudoga ming qatla shukr, bu insonning qo'llari dard ko'rmasin deyman. Bundan 12 yil oldin farzand talabida ko'p lecheniyalar olib, doktordan boshqa qilib yurgan chog'imizda o'sha hoji otani eshitib kelganmiz, Aloy hoji otani. Keyin kelib muolajalar oldik. Allohga shukr, mana hozir 3 ta farzandliman, 2 qiz, 1 o'g'lim bor. Aslida aytaman 2 oy muddatda lecheniya olgan bo'lsam, undan keyin bir 2 oy, uzoq 4 oyda farzandlik o'zini qildi. Alloh berdi bizga. Oramizda har narsaga shubha bilan qaraydigan insonlar ham o'zlari bilmagan holatda vaqti bilan xalq tabobatidan davo izlashadi. Bugungi kunda ko'pchilik kimyoviy yo'l bilan tayyorlangan dori-darmonlarni bir chetga surib, tabiiy vositalar bilan davolanishni ma'qul ko'rmoqda. Dard borki, davosi ham bor deyshadi. Tabiat inom etgan har bir ne'matning sog'ligimiz uchun foydasi bor. Faqatgina ularni o'z o'rnida qo'llay bilsakkina davo topishimiz mumkin. Zero har bir inson o'z salomatligi uchun o'zi qayg'urishi kerak. Sihat va salomatlikda kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr.